Bu yil bu yerda yangi tashabbus tashkil qilindi. Bizda eng ko'p, eng og'ir bu vodiy Farg'ona vodiysida o'sha gaz ta'minotidagi agentliklarning ta'minotiga ko'proq bu ta'sir qilishini inobatga olib, chunki eng bosim past bo'ladigan hududimiz. Ikkita yo'nalishda ish tashkil qildik. Birinchisi qo'shni davlatdagi mavjud tranzit trubadan foydalangan holda, yaqinroq masofadan ta'minlangan holda Havas Farg'ona liniyasidan foydalanib gaz ta'minlanyapti va ikkinchisi biz 150 ta ko'chma o'sha gaz quyish shoxobchalariga gaz ta'minlaydigan quyish shoxobchalarini olib keldik. Hozir 22-dekabrgacha o'sha Beshariqdagi gaz quyish shoxobchasi o'sha to'liq ishga tushadi. Hozir uskunalar, texnologik uskunalar, treylerlar, konteynerlar olib kelindi. Bu nimani ta'minlaydi? Bu agarda gaz zapravka o'chgan vaqtida biz o'sha quyish shoxobchasidan o'sha 150 ta передвижной agentliklarni to'ldirgan holda borib bevosita 10.000 kub metrgacha, 5.000 dan 10.000 kub metrgacha agentliklarga ulangan holda o'sha tarmoqda gaz bosimi yetarli bo'lmagan vaqtda ham shu tizimni ishlatish bo'yicha hozir ishga solyapmiz. Hozirgi kunda shu 14 ta agentlik bilan bu tizimni sinab ko'rildi, ishlandi va qo'yadigan shoxobchasi 22-dekabrga ishga tushgandan keyin Farg'ona vodiysida o'sha zaxira sifatida foydalanadigan tizim joriy qilinadi.